orqadagi mashinani. Chetroqga. Shu yetmay turuvdi. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, yo'l harakatining 9-12 bandlariga amal qilmasdan harakatlantiryapsiz. Yo'q. Voy, Bu xavfsiz kamera o'zingiz sog'lig'ingiz uchun-ku. Telefondan foydalanib ko'rtiramiz shunda. Telefondan foydalaning. maylimi 1 minutga. Tushunmay turing, mana shu gapirini. Yo'q, gapim bor edi. Hujjatlarni ko'rsating, yo'q, biz Hujjat ko'rsataman. oldin hujjat ko'rsating, taqdim qiling. Iltimos, bir Qanaqa minut. hujjatlar? To'g'risini aytsam, mehmonlarim bor edi. Anaqa ozgina tug'ilgan kun bor edi. O'zbekchalarim bor. Instagramda o'zbekcha mohiyat deb qarasangiz ham ko'rasiz. Biz unaqa ko'ramiz, bilmaymiz, biz uchun qonun hamma uchun bir. Sizga ham qonun, menga ham qonun bir xil. Siz rulda xavfsiz kamera taqishingiz kerak. Taqmadingizmi? Xavfsizlik kameridan foydalanmasdan harakat davomida telefondan foydalaning. Yo'q. Hayotingizda ustun Ozgina sal yo'q, shoshilinch bo'lib qoldi-da. Bir safar kechiringlar. Mana bular Gulapam, Assalomu alaykum. Namangandalar. Sizlar tug'ilgan kuningizlarmi? Tabriklaymiz, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Tug'ilgan kunga bitta sovg'a qilib biz haydovchiga bir bayonnoma tuzib beramiz hozir. Joydagi ham haydovchi hujjatlari? Hujjatlar joyida. Voy, вообще Keling. zo'r. Sizlarni tug'ilgan kuninglarni tabriklaymiz, sog' bo'linglar, charchamanglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Kutilmagan holat. Ko'ngli toza inson ekansizlar. Sizlarga bo'lgan fikrim umuman yana ham o'zgardi. Oq yo'l yaxshi yetib oling, charchamang. Rahmat, charchamanglar. Xo'p.